Xullas qarindoshlar, lavash xamirini olib, uni ustiga bir narsani surtib, ustidan karomni to'g'rab solib, ustidan pomidorlarni solib, lasos balig'i, avokado, tuz, ketchup, mayonez hamma narsani soladigan bo'lsak, shunday hech kim bay narsa bo'lar ekanmish-di. O'xsharmikan-a? deb turib, birinchi bo'lib qiladigan ishim lavash xamirini olib, mindeychkin slivichniy sirni surtishdan boshladim. Bizga kerak bo'ladigan mahsulotlar hammasi bir tarelkada. Qarindoshlar, nima qilayotganimni ketma-ketlikda aytib berishim shart emas. Videoda nima qilayotganimni, nimani ketma-ket solayotganimni ko'rib turibsizlar o'zi. To retseptimiz tayyor bo'lgangacha men sizlarga juda bir qiziq narsani aytib bermoqchiman. Qarindoshingiz Xitoydan mahsulotlarni ancha-muncha arzon zakaz qilish bo'yicha 2 kunlik bepul darslik o'tkazmoqdaman. Aynan o'sha 2 kunlik bepul darslikni o'tkazib yubormaslik uchun Profilim shapkasidagi aynan mana shu link orqali yopiq Telegram kanaliga marhamat qarindoshlar. Retseptimizga nima narsani ketma-ketlikda solganimni ko'rdinglar. Ustidan ketchup, mayonezlarni solib, shunda o'rab yirkasizlar-di. Qani endi ichida bitta meni o'zim yo'q bo'lgan bu italyancha retseptni degustatsiya qilib ko'ramiz qarindoshlar. Xo'sh qarindoshlar, rostini aytaymi yoki shirn qilib yolg'on gapirib qo'ya qolaymi? Rostini aytadigan bo'lsam, mazasi rasi zo'r bo'lar ekan. Buni ichini chiroyliligini qarasanglar-chi. Uyda bekor qolganinglarda xachab bir marta qilib ko'rib yeb ko'rsanglar bo'lar ekan qarindoshlar. Mazasi neobичный bo'lar ekan. Aynan mana shu retseptni umuman ovqat qilishni bilmaydigan dugonanglarga tashab qo'yinglar. Endi xudo insof berib, namyokilarni tushunib, shu retseptni sizlarga xachab shuni qilib beraram. Lekin kesakdan olov chiqishini kutib o'tirmanglar-ya.